Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur tilini anlab, tushunadigan, Uyg'urcha tafakkur qiladigan, Uyg'urning o'tida kuyib, suyida oqadigan qadirlik qarindoshlarim, Allah hammanglarningki mushu vaqti va bundan keyingi vaqti bu dunyolik va o dunyolikni xayrli qilsin. Bəxit, saadətlərə tolsun inşallah. Mən Abdülaziz Bəştoğraq İstanbuldan, hazır Başaq şəhərdən sizlərə Allah'ınki güzel salamı bolğan, cennet salamı bolğan. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan Facebook Kur'an halqısı Kur'an-ı Kerim ve izahlar tercümesi Enes Alim Ustaz'ınki 14 yıllık emgek neticesi bolğan. Bunu Kur'an-ı Kerim ve izahlar tercümesinden 51. Facebook Kur'an halkımızda turupdumuz qadirli qarindoshlar. İnşallah bunun da Sure Casiye, Ahqaf ve Muhammed sürüsünden ibaret 3 sürünü birlikte üyünüp ütümüz canım dostlarım. İnşallah ve aleykümselam. Seherninki güzel vaxtlarda eğer kulağınızda bu Kur'an-ı Kerim'nin tercümesi bolsa 498. betni açsanlar buludu qadirli qarindoshlar. Casiye suresi Mekke'de nazil bolğan 37 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu galip kelgücü ve hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngan kitaptır. Şüphesiz ki asmanlarda ve ziminde müminler üçün hakikaten ayetler var. Sizlerinin yaratılışınlarda ve Allah yaygan candarlarda hakiki işindiğen kavim üçün ayetler var. Keçi bilen kündüzden almış duruşu da Allah asmandan düşürüp ülük zimini türüldürgen rızıkta ve Allah'ın şamallarını peraklık taraflardan çıkırışı da akılını işletediğen kavim üçün ayetler var. Ey Muhammed, ana şular Allah'ın ayetleridir. Biz ularını sana hak bilen okup beriyatimiz. Ular Allah ve Allah'ın ayetlerinden keyin qaysı sözge işinidir. Böhtan çaplıgıcı ve günah kılgıcı her qandaq kişiye vay. O özüge Allah'ın ayetleri okulsa anlaydı, ondan tekebburluk kılıp küfürlükte çin turdu. O xuddi ayetlerini anlamagandek iş kılıdı. Onunla elemlik azap bilen hoş haber bəgin. O bizning ayetlerimizden bir nersi bilse onu mesxir kılıdı. Ana şular xorluğucu azapqa duçar buludu. Ularni cehennem saklap durmakta. Ularning tapqan mal dünyası hiç nersiga es qatmaydı. Ularning Allah'ını koyup çokungan evliyalarımı hiç nersiga es qatmaydı. Ular katta azapqa duçar buludu. Bu Kur'an doğru yolunu körsetkichidir. Qadirli qarindoshlarım, biz yoki boshqalar demidi bu gapni. Allah subhanahu va taolo Mekke'de nazil bo'lgan 37 oyatlik Sure Jasiyada 11. ayetida bu gapni qilyapti canım dostlarım. Bu Kur'an doğru yolunu körsetkichidir. Rabbinin ayetlerini inkar kılganlar yirginişlik ve elemlik azapqa duçar buludu. Kur'an doğru yolunu köstermeydi. Kur'an'ın izlam yetmeydi. Digerler abdan anlap düşünüp baksa budu buna.
Allah şundaq zatki, sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allah buni o'zi bekitib qo'ygan qonuniyat bo'yicha dengizda kemilarning menish uchun, sizlarning Allohning fazlidan talab qilishinglar uchun va shukr qilishinglar uchun qildi. Allah yana osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasini o'z tarafidan bir in'om sifatida sizlarga bo'ysundirib berdi. Shubhisizki, buningda tafakkur qiladigan qavm uchun haqiqatan oyatlar bor. Ey Muhammad, mu'minlarga aytqin, Allohning kunlarini umid qilmaydiganlarni kechirsin. Chunki Allah her qavmni o'z qilmishlari bilan jazolaydi. Kim yaxshi ish qilsa, foydasi o'ziga, kim yomon ish qilsa, ziyni o'ziga. Oxiri hammanglar Rabbinglarning huzuriga qaytirilasizlar. Biz İsrailning bolalariga kitobni, hukmni va nabiylikni berdik. Ularga pak rizqlarni ato qildik. Ularni zamandoshlaridan ustun qildik. Ularga din ishida ro'shan dalillarni berdik. Lekin ular o'zlariga ilm kelgandan keyin oralaridagi hasad yuzasidan ixtilof qilishdi. Sening Rabbing ular ixtilof qilishgan narsalar ustida qiyomat kuni ularning orasida hukm chiqaradi. Ey Muhammad, andin biz seni din ishida bir yo'l ustida qildik. Sen u yo'lga ergashgin, bilmaydiganlarning havaslariga ergashmagin. Shubhisizki ular Allohdan keladigan hech bir narsani sendan dab'i qilmaydi. Zalimlar bir-birlarining do'stlaridir. Allah taqvodorlarning do'stidir. Bu Kur'an insanlar üçün qutuluş yolunu körüstüdüğün delillerdir. Haqiqiy işindiğin kavm üçün hidayet ve rahmettir. Kur'an'ın sübütünde vatıdı canım dostlar. Casiye suresi Mekke'de nazil olan 37 ayetlik surenin. Bu Kur'an insanlar üçün qutuluş yolunu körüstüdüğün delillerdir. Haqiqiy işindiğin kavm üçün hidayet ve rahmettir. Yaman işlerini qılğanlar Allah bizni hayatda ve mamatda iman etqan ve yaxşı əməllərini qılğanlar bilen oxşaş qılıdı dep oylamdı. Ularning bu düşüncesi neme degen yaman. Allah asmanlarını ve ziminni haq bilen yarattı. Her kimge öz qılmışının cazası mukafati birilidi. Hiç kimge zulüm kılınmaydı. Qadirli qarindoshlar, 369. izohatni Enes Alim Ustaz o'zining 14 yillik bu emgak natijasi bo'lgan izohli Qur'onda Sure Casiye Mekke'de nazil bo'lgan 37 oyatlik surening 14-oyatidagi ey Muhammed, müminlarga aytqin, Allah'ның kunlarini umid qilmaydiganlarni kechirsin deganga kunlarini deganiga 369 izohatni beribdi. Birlikte bir qarab baqayli qadrli qarindoshlar. izohat Allah musibet evatadigan kunlar deb apti. Şunda qilib 500. betga keldik canım dostlarım. Bu 603 betlik bir Kur'an-ı Kerim'nin mealeti. Adetde Kur'an-ı Kerim şu 603 bet etrafında bulundu qadrli qarindoshlar.
23. ayettin 37. ayetkice birlikte öğünüp ütümüz. Ey Muhammed, nefsi xahişini ilahi qılıp alğan. Allah bir ilimge asasen azdurğan. Allah qulluğunu ve kalbini peşetlip etken, közünü perdelip etken adamını kördün mü? Allah azdurğandan kin onu kim hidayet kılalaydı? Oylap bakmam sile. Ular hayat bu dünyadaki hayatımızdan ibaret. Ölümüz ve tirilimiz bizni fakat zaman halak kılıdı deydi. Ular bu sözüde hiçbir ilimge asaslanmaydı. Ular gumam bilenli gep kılıdı. Yani kadarlı kardeşler, gumam bilen gep kılışının ki ne kadar ağır bir günah işkeldikini. Ular hayat bu dünyadaki hayatımızla ibaret, ölümüz ve tirilimiz bizni fakat zaman halak kılıdı deydi. Ular bu sözde hiçbir ilmi asaslanmaydı. Ular gumam bilenli gep kılıdı deydi. Ular roşan ayetlerimiz tilavet kılınsa, ularning eğer rastçıl bolsaňlar, ata bobularımızı elip kilinglar deyişten başka delili bolmaydı. Aytgan ki, Allah sizlarni tirildirdi, andan öldürdü, andan qayım buluş şek bolmagan kıyamet günü sizlarni bir yerge yığdı. Lekin insanların tolusu bilmeydi. Asmanlarning ve zeminin igisi faqat Allah'tır. Kıyamet qayım bolgan günü batıl taraftarları ziyan tartıdı. Her ümmetni tiz büküp olturgan halatı körüsen, her ümmet özünün kitabıga çağırıldı. Ulağı mundaq deyildi. Bugün sizlerge ve öz emellerinin ceza ve mukafat berildi. Mana bu bizning kitabımızdır. Sizlerge haqni sözleydi. Çünkü biz qilgan emellerining nusxasini qaldırgan edik. İman etgan ve yaxshi emellarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni öz rahmetiga eriştirdi. Mana bu uçuq baxtga erişishdir. Kafirlarga kelsak, ularga mundaq deyildi. Sizlarga oyatlarim tilovat qilingan emasmidi? Lekin sizlar cho'ngchilik qildinglar ve günahkar kavim boldunglar. Şundaq-ku. Qadrli qarindoshlar, men bir yer qarab qo'yay. Bu yoqqa puroq kelyapti. Selamünaleyküm. Üzemge kelgen bir puroq okşaydı bu. Başka tapış yok. Ulağa Sure Casiye'ninki Mekke'de nazil bolgan 37 ayetlik sure. 25. ayeti. Ulağa roşan ayetlerimiz tilavet kılınsa, ularning eğer rastçıl bolsaňlar ata bobularımız elip kilinglar deyişden başka delil bolmaydı. Aytgın ki, Allah sizlarni tirildirdi, andan öldürdü, andan qayım buluştu, şek bolmagan kıyamet günü sizlarni bir yerge yığıdı. Lekin insanların tolusu bilmeydi. Asmanlarning ve zeminin igisi faqat Allah'tır. Kıyamet qayım bolgan günü batıl taraftarları ziyan tartıdı. Her ümmetni tiz büküp olturgan halat körüsen, her ümmet özünün kitabıga çağırıldı. Ular mundaq deyildi. Bugün sizlarga öz emelleringlarning jazo ve mukofatı berildi. Mana bu bizning kitabımızdır. Sizlarga haqni sözleydi. Çünkü biz qilgan emelleringlarning nusxasini algan edik. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni öz rahmetiga eriştirdi. Mana bu uçuq baxtga erişishdir. Qadrli qarindoshlar, baxt saodatning formulasi, yani izohati nima deb deməyədə? İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni öz rahmetiga eriştirdi. Mana bu uçuq baxtga erişishdir. Kafirlarga kelsak, ularga mundaq deyildi. Sizlarga oyatlarim tilovat qilingan emasmidi? Lekin sizlar cho'ngchilik qildinglar ve günahkar kavim boldinglar.
Şundaq-qı. Sizlarga Allah'ның vədisi haqdır, qiyametning qoyim bo'lishida hargizmi shak yo'qdir deyilsa, sizlar biz qiyometning nima ekanligini bilmaymiz. Biz faqat gumon qilamiz, biz haqiqiy ishonmaymiz degan edinglar. Ularga o'z qilmishlarining yomonliklari oshkora bo'ladi va ularni o'zlari masxara qilgan narsa qo'rishib oladi. Ularga mundaq deyiladi: "Sizlar bu kuninglar bilan uchrashishni unutgandek, biz mi bugün sizlarni unutuymiz. Sizlarning berib urilishgan yeringlar do'zaxdir. Sizlarga hech qanday yordamchi yo'qdir. Chunki sizlar Allohning oyatlarini masxara qildinglar va dunyo hayoti sizlarni aldidi. O kuni ular do'zaxdan chiqarilmaydi, ularning o'zlari aytishlari talab qilinmaydi. Osmonlarning Rabbi, zaminning Rabbi ve alemlerinin Rabbi Allah'a hamdü sanalar bolsun. Asmanlardaki ve zimindeki uluğluk onunla xasdır. O galip kelgüçüdür, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Kadirli qarındaşlar, bu arlıqda hiç qanday bir izahatını kömüdük. Enes alim ustazının ki 14 yıllık emgek neticesi bolğan bu Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi de Sure Casiye'nin o Mekke'de nazil bolğan 37 ayetini birlikte ögünüp ettik kadirli qarındaşlar. Emde Ahqaf suresi Mekke'de nazil bolğan 35 ayetini birlikte ögünümüz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu galip kelgücü ve hikmet bilen iş qilguvchi Allah tarafidan nazil qilingan kitapdır. Şübhisiz ki biz asmanlarni, zeminni ve o ikisinin arasındaki narsalarni haq ve muayyen muddet bilen yarattık. Kafirler özleri agahlandırılgan narsadan yüz örmekte. Muhammed müşriklarga aytqin ki, sizler Allah'ni qo'yib dua qilib atgan kishilaringlar to'g'riliq o'ylanib baqdinglarmi? Mana ko'rsatib beqinglar qani. Ular zemindan nima yaratdi yoki ularning osmonlarda bir shirikchiligi bormi? Mana buningdan ilgari nazil qilgan bir kitob yoki ilgarikilardan qolgan bir ilm keltiringlar agar rostchil bo'lsanglar. Allah'ni qo'yib qiyomat kunigacha duosini ijobat qilolmaydigan kishilarga duo qiladigan odamdanmi ozg'un odam bormi? Halbuki o kishilar bularning duosidan xabarsizdir. Yani Ahqaf suresi Mekke'de nazil bolğan sure, qadirli qarindoshlar, 35 oyatlik bir sure. İnsanlar heşir kılıngan çağda, 6. ayeti Ahqaf suresinin, insanlar heşir kılıngan çağda o kişiler bulağı düşman buludu ve özlerinin bulağı terbiyetin ibadet kılınganlığını inkar kılıdı. Ulağı roşen ayetlerimiz tilavet kılınsa, kafirler özleri kelgen hak üçün bu uçuk aşkarı sihirdir dedi. Ya ki ular Kur'an'ı Muhammed üzü oydurup çıktı devatamdı. Ey Muhammed ulağı aytqin ki, eğer Kur'an'ı men oydurup çıqqan bolsam Allah'tan keladigan hech bir narsani sizlardan men'i qilolmaysizlar. O sizlarning Kur'an to'g'risi qilayotgan tuhmatlaringlarni obdan bilido. O men bilan sizlarning oranglarda yetarlik shahiddir. O mag'firat qilg'uchidir, marhamat qilg'uchidir. Ey Muhammed ulağı aytqin ki, men Allah'ның elçilerinin tuncusu emasman. Bana ve sizlerge nimi kılınganlıqını bilmeymen, men bana vahiy kılıngan narsaga işinimen, men uçuq bir agahlandırgıcıman. Ey Muhammed ulağı aytqin ki, aytib beqinglarçı, eğer bu Kur'an Allah tarafından nazil kılıngan bolsa, sizler onu inkar qilgan bolsanglar, İsrail'nin balalarından bir guvahçı onun oxşuğu guvahlığı berib iman etgan bolsa, sizler çoğunçılık qilib iman etmagan bolsanglar, özünglar zulüm qilgan bolmamsizlar. Allah zalim qavmni hergizmo hidayet qilmaydi. Kafirlar müminler to'g'riliq
Agar Qur'on yaxshi bir narsa bo'lsa edi, ular uni qabul qilishda bizdan o'tib ketolmaydi. Dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganlik uchun bu qadim uydurmadır deydi. Bunundan ilgari Musa'nın kitobi rahbar ve rahmet idi. Bu uni tasdiqlovchi arabcha kitobdir. Zalimlarni ogohlantirish va yaxshi ish qiluvchilarga xush xabar berish uchun nozil qilingan. Shubhisizki Rabbimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda manganlarga hech qanday qo'rqinch yo'q va ular hargizmo g'amkin bo'lmaydi. Qadrli qarindoshlar, Dalik Carnegie, yani Carnegie'ninki kitaplarının tulusi, benim şu Ahqaf suresi Mekke'de nazil bo'lgan 35 ayetlik sure 13. ayetideki şu bizki Rabbimiz Allah'tır degan yani amaqlıq, lekin andın to'g'rilmaganlarga hech qanday qo'rqinch va ular hergiz g'amkin bo'lmaydi. Yani nimi deydi Carnegie dese tamamen tenhalık içinde bugün. Yani ötmüşünden, keçmişinden sen g'am yeb, pushmon qilib, qattiq bek yiliqi üzən tügeş turvamıgın. Onun denkin kelgüsü to'g'ri g'am yeb, g'amga petib mi ketmigin. Yani bugünkü 24 saatini yaxshi qimmatga ega qilgan deydimdi şu Dalik Carnegie'ninki en kitaplardaki insan tabiatı artışlık ve acizlik diye okşaş kitaplarda okuğanlar şunu bilirdi. O kitaplarını okuğandan ki ben Kur'an'la okuğan vaktimde ya bu diyen 20 yıl burun yep del muş ayetlerini köygenden ki benim bu bir ayet mine adamdaki nurgun kitaplarının ki bir mezmununu yığsakmış bir ayet ki tenkit ediken Allah subhanahu teala hakikaten bizni yaxşı biledik ya. Bizni Allah subhanahu teala bekar yaratmaptı. Ve Kur'an-ı Kerim'e işendim der. Kur'an'a bo'lgan imanim, işençim texmi cho'nqurlashgan qadrli qarindoshlar. Shubhisizki Rabbimiz Allohdir degan, ondan to'g'ri yo'lda manganlarga hech qanday qo'rqinch yo'q va ular hargizmo g'amkin bo'lmaydi. Ana shular jannat ahlidir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. Bu ularning amallariga berilgan mukofotdir. Biz insonni ata-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Anisi uni mushaqqat bilan qurusiqida ko'tirdi va mushaqqat bilan tug'di. Uni qo'rsaqda ko'tirish va emchakdan ayirish muddati 30 oydir. Andin o kamalatga yetib, qarilik yashiga borganda mundaq deydi. Rabbim, meni Mağa ve ata-onamga inom qilgan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga qiziqtirgin. Naslimni yaxshi odamlardan qil. Yaxshi odamlar qilgin. Men rostilla sana yo'landim ve men sana taslim bo'lg'uchilardanman. Mana bular shunday kishilarki, biz ulardan amallarining eng yaxshisini qabul qilamiz, yomonliqlardan o'timiz. Ular cennet ehlinin qatarida bo'ladi. Bu ularga berilgan rost va'didir. Shunday kishi baki ata-onasiga voy voy, sizlar meni o'lgandan keyin qayta tirildirib, qabrimdan chiqarilganligimdan qo'rqyapsizlar. Halbuki men ilgari mendan ilgari nurg'un nasllar o'tdi-ku deydi. Ular Allah'a feryat qilib, sana iman et, Allah'ın vədisi elbette əməlgə aşıdı deydi. O, bu qədimkilərinin əfsanələri xalas deydi. Əli şundaqlar azab sözü tegişlik bolğan kişilərdir. Ular özlərinin burun ötken cin və insan ümmətləri qatarında azab içində boludu. Ular həqiqətən ziyan tartqıçılardır. Hər birinin öz əməllərə yarışa dərəcələri boludu. Allah ularning amallarining jazo va mukofotini to'liq berdi. Ularga zulm qilinmaydi. Kafirlar dozoq o'tiga to'g'rilanadigan kuni ularga mundaq deyiladi. Sizlar dunyodagi hayotingizda yaxshi narsalaringlarni tugatdinglar. Dunyoda ular bilan kayf safa sürdinglar. Endi bugun sizlar xo'rlig'uchi azob bilan jazolanasizlar. Chunki sizlar
ziminde haqsız ravishda cho'ngchilik qildinglar va yo'ldan chiqdinglar. Qadrli qarindoshlar, Enes Alim ustozningki qo'limizdagi bu qo'limizdagi buni Qur'oni Karimningki Uyg'urcha tarjimasi. Qadrli qarindoshlar, Enes Alim ustozningki 14 yillik emgak natijasi Qur'oni Karim va izohlar tarjimasi Uyg'urcha mealini birlikda o'qiyotimiz. Ey Muhammed, adning qirinishi Hudni, Ahqaf surasi Makkada nozil bo'lgan 35 oyatlik suraninki 21 oyati. Ey Muhammed, adning qirinishi Hudni asligin. O öz vaqtida qum dövlerining arasida yashaydigan qavmni ogohlantirgan edi. Uningdan ilgari bu uningdan kim nurg'un ogohlantirishlar o'tdi. O ularga Allah'tan g'ayriga ibodat qilmanglar, men sizlarning ustinglarga buyuk bir kunning azobi tushishdan qo'rqyapman degan edi. Ular sen bu yolg'on so'zlaring bilan bizni ilohlarimizdan to'sqili keldingmi? Agar rostchilardan bo'lsang, sen beshimizga kelishni va'da qilgan azobni hozirla keltirgin dedi. Hud, azobning qachon kelishini faqatla Alloh biladi. Men vazifamni ado qilyapman, lekin sizlar meningcha jahillik qilayotgan bir qavmsizlar dedi. Shuning bilan ular azobni o'zlarining va'dalariga qarab kelayotgan keng bir bulut holatida ko'rib, bu bizga yağmur yağdıruvchi bulut dedi. Hud mundaq dedi: "Yo'q, o sizlar tiz kelishini talab qilgan narsalardir. O shamoldir, shuning ichida alamlik azob bor." Shamoldir. Onun içinde elemlik azap var. O Rabbining emri bilen her nersini halak kıldı. Şunun bilen ularning makonlaridan başka hiç nersi ko'rinmaydigan bo'lib ketdi. Biz günahkar kavmini mana shunday jazolaymiz. Shubhisizki biz ularga sizlarga bermagan kuch-quvvatlarni berdik. Ularga quloq, ko'z va dillarni ato qildik. Lekin ular Allah'ның ayetlerini bilip durup inkar qilgan çağda ularning quloqi, ko'zlari va dillari hech narsaga iz qatmadi. Ularning o'zlari masxara qilgan narsa qurishib oldi. Ey Makka aholisi, biz sizlarning atrofinglardagi yurtlarning aholilarini halok qildik. Ularni yomon yo'ldan yansun deb oyatlarni farqli uslublarda bayon qildik. Ularning bizni Allohga yaqin qiladi deb Allohni qo'yib cho'qingan ma'budlari nimishqa ularga yordam qilmadi? Balki o ma'budlar ularni tashlab etdi. O so'z ularning o'ydirmasi va Allohga chapilgan bo'htondir. Ey Muhammed, biz o'z vaqtida bir top jinni Qur'onni anglasın deb sening yeniga avatgan edik. Ular Qur'onning o'qilishiga hozir bo'lgan chaqlarida bir-biriga jim turinglar. Qur'onning o'qilishi ojizlashganda, oxirlashganda ogohlantirishlar bo'lib, o'z qavmining yeniga qaytishdi. Ular mundaq dedi: "Ey qavmimiz, biz Musadinki nozil qilingan özüdün ilgiriki kitaplarını tasdiqlaydigan, haqqa ve to'g'ri yo'lga başlaydigan bir kitapni angladık. Ey qavmimiz, Allah'ның da'vatchisining da'vatini qabul qilinglar ve onunğa iman etinglar. Shunda qilsanglar Allah sizlarning ba'zi gunohlaringlarni mag'firat qiladi, sizlarni alamlik azobdan qutqizadi. Kim Allah'ның da'vatchisining da'vatini qabul qilmasa, bilsinki o ziminde Allah'tan qaçıp qutulolmaydi. Onun Allah'tan başqa qo'g'duvchilari bo'lmaydi. Ana shundaqlar oshkora azg'unlik ichidadir. Kafirlar osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratish bilan charchab qolmagan zotning o'liklarni tirildirishga qodir emasligini ko'rmamdi. Shubhisizki o qodirdir, chunki o her neresiga qodirdir.
Kafirlar do'zax o'tiga to'g'rilgan kuni ularga bu haq emasmikan deyiladi. Ular Rabbimiz bilan qasamki, albatta haq ekan deydi. Allah onunğa undaqda azabni tetinglar. Chunki sizlar kafir bo'lgan idinglar deydi. Ey Muhammed, şuna Allah'ın iradalik elçileri sevil qilgandek sevir qil. Kafirlar uchun azabning tez kelishini talab qilma. Ular o'zlariga va'da qilingan narsani ko'radigan kuni dunyoda xuddi kunduzlik az bir vaqtida tug'andek bo'ladi. Bu bir tabliğdir. Fasık kavmdan başqası halak qılınamdı. Qadrli qarindoshlar, yani Muhammed, şuna Allah'ın iradalik elçileri sabır qilgandek sabır qil. Kafirlar uchun azabning tez kelishini talab qilma. Ular o'zlariga va'da qilingan narsaning ko'radigan kuni dunyoda dunyoda xuddi kunduzning az bir vaqtida tug'andek bo'ladi. Bu bir tabliğdir. Fasık qavmdan başqası halak qılınamdı. Degan savol bilan qadrli qarindoshlar 505 betda Ahqaf surasininki 35 oyatini o'rganib o'tdik. Qadrli qarindoshlar, 51. Facebook Qur'on halqimiz dimiz Qur'oni Kerim ve izohli tercümesi Enes Alim ustozdinki tercümesinden ayetlerini o'qib sizlar bilan paylaşıyordimiz. Qadrli qarindoshlar, Emdi Muhammed suresi Medine nazil bo'lgan 38 oyatni o'rganib bo'lgandan keyin Fatih suresini inşallah 52. Facebook Qur'on halqimizga ayıramiz. Şuna Allah'tan başka ilah yok ekanligini bil. Öz günahın üçün, mümin ve müminlerin günahları üçün mağfiret tile. Allah sizlerin hareket kılıvatkan ve orunlaşıdığan yerinlerini bilidu. Kadirlik, qarindoshlar, yani Muhammed suresi 38 ayetlik sürüken Medine'de nazil bo'lgan sure. Qadrli qarindoshlar, Muhammed suresi Medine nazil bo'lgan 38 oyatni birlikte o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kafir bo'lgan ve Allah'ın yolunu tosqanlarning emellerini Allah çokum bekor qilib o'tdi. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan ve Muhammedga nazil qilingan Qur'on ularning Rabbidan kelgan haqdir. İman keltirganlar bo'lsa, Allah ularning yomonliklarini o'chirib o'tdi ve halini yaxshilaydi. İman etgan, yaxshi amallarni qilgan ve Muhammedga nazil qilingan Qur'on ularning Rabbidan kelgan haqdir. İman keltirganlar bo'lsa, Allah ularning yomonliklarini o'chirib o'tdi ve halini yaxshilaydi. Bunun sebebi şu ki kafirlar batılga ergeçti, müminler Rabbidan kelgan haqqa ergeçti. Allah insanların ahvalini insanlarga mushundaq bayon qildi. Jang meydanida kafirlar bilan urush qilgan chig'inglarda ularni qirib tashlanglar. Axir ularni yengib qarshi ko'rsatilmaydigan holatga keltirgan chig'inglarda ularni asir elib ching tutinglar. Andın ularni ya bedelsiz qo'yib biringlar yoki fidya elib qo'yib biringlar. Urush o'zining ig'ir yuklarini tashlaganga qadar shunday qilinglar. Bu ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolis edi, ulardan intiqom oladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan imtihon qiladi. Allah yo'lida o'ltirilganlarga kelsak, Allah ularning amallerini bekor qilib etmaydi. Ularni yaqinda hidoyat qiladi. Ularning halini yaxshilaydi ve ularga to'nitgan jannatga kirgizadi.
Ey müminler, eğer sizler Allah'ın dinini yerden bersanglar, Allah sizlerimi yerden bürüdü. Ve kadiminglarni müstehkem turg'uzidu. Kafirlarga kelsak, ular halak buludu ve Allah ularning amallerini bekor qilib etdi. Buning sababi shuki, ular Allah nazil qilgan Qur'onni yomon ko'rdi, shuning bilan Allah ularning amallerini bekor qildi. Ular yer yuzida seyir qilib, o'zlarini burun o'tganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaramamdi. Allah ularni yıldızdan qurutup etdi. Bu kafirlarni mo o'xshash oqibatli saqlab turmoqdadir. Buning sababi shuki, Allah müminlarning qo'g'diqchisidir, kafirlarning qo'g'diqchisi yo'qdir. Muhammed suresi Medine nazil bo'lgan 38 oyatlik sura qadrli qarindoshlar, 12 oyatidan 19 oyatigacha birlikda o'rganamiz. Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kafirlar bo'lsa dunyoda keyif safa surdi. Tug'i qaliq qo'y va o'chki qatorliq hayvonlar yegandek yeydi. Do'zax ularning joyi bo'ladi. Nauzubillah. Ey Muhammed, seni haydab chiqargan yurtdan kuchlik nurg'un yurtlar bor edi. Biz o yurtlarning ahalisini halak qildik. Ularning hech yordamchisi bo'lmadi. Rabbimning kelgan qat'iy dalilga asoslangan odam bilan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rsatilgan va havaslarga ergashgan odamlar o'xshash bo'ladi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannat mundaq. İçida buzilmagan suv o'stanglari, ta'mi o'zgarmagan sut o'stanglari, ishqchilarga lazzat bag'ishlaydigan may o'stanglari va suzma hasal o'stanglari bor. Ular uchun o jannatda har turli meva va meva Rabbidan mag'firat bor. Bu ne'matlarga erishgan taqvodor Bu nimetlerge erişken takvadırlar dozaxta mengü qaladigan qaynoq suv bilan soğurulup üçeyleri parça bolup ketkenler bilan o'xshashmi? Ey Muhammed, kafirlardan shunday kishilar borki sana quloq soladi, sening kafirlardan shunday kishilar borki sana quloq soladi, senin yeningden ayrılıp çıkan çağlarda ilim berilgenlerge o baya nime dedi deyişidu. Yani şular Allah kalplerini biçetlip etken, öz arzularına ergeçken kişilerdir. Hidayet tapqanlar bolsa, Allah ularning hidayetini ziyade kılıdı ve ularga taqvalıqni ata kıldı. Ular fakat kıyametning özlerine uçtum-tet kelinishini saqlab oturdu. Şüphesiz ki kıyametin alametleri keldi. Ularning özleriga kıyamet kelgende vez nesiyet ağallıqının nima faydası var? Şuna o ilahdan başka ilah yok ekanligini bil. Öz günahın üçün mümin ve müminlerinin günahları üçün mağfiret tile. Allah sizlerinin hareket kılıvatkan ve uğraşıvatkan yeringlarni bilidi. Qadirli qarindoshlar 19. oyatini birlikte o'qigan bo'ldik. Sura Muhammedninki. Bu 38 oyat qadirli qarindoshlar. Endi biz Muhammed suresi Medine nazil bo'lgan 38 ayetlik sürüken qadirli qarindoshlar 20. ayetinden başlap ügüneyli. Müminler kaşki bir sürü nazil kılıngan bolsa deydi. Lekin mezmunu ihcam ve iniq bir süre nazil kılınıp onun da uruş zikir kılınsa, sen qalblarda kesel barlarını sana ölümden qo'rqib aylanib ketgan odamda qaravatgan holat ko'rasan.
Halbuki ular qilishga tegishli bo'lgan ish itoat qilish va chiroyli so'z qilish edi. Urush qaror qilinganda ular Allohga sodiq bo'lsa, o'zlari uchun albatta yaxshi bo'ladi. Demak, sizlar ish beshiga o'tsanglar, ziminda buzg'unchilik qilishni va to'qanchilik munosabatlarini uzishni orzu qilasizlar. Ana shular Alloh la'nat qilib, quloqlarini gaz, ko'zlarini ko'r qilib etgan kishilardir. Ular Qur'onni tadabbur qilmamdi. Yoki ularning qalblari quluplanganmi? Shubhisizki to'g'ri yo'lni aniq bilgandan keyin kaniga yinmaganlarni shayton kushkurtdi va ularga umid berdi. Buning sababi shuki, ular Alloh nozil qilgan Qur'onni yomon ko'rganlarga biz ba'zi ishlarda sizlarga itoat qilamiz dedi. Allah ularning sirlarini bildi. Farishtalar ularni yuzlariga va orqalariga nurg'un urgan holda vafot qildirdi. Bu chog'da ularning hali qandoq bo'ldi? Buning sababi shuki, ular Allohni g'azablantirgan narsaga ergashdi va Allohning roziligini yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Yoki qalblarida kasal borlar, Alloh bizning da'vatlarimizni o'ttirg'i chiqarmaydi deb o'ylamdi. Ya'ni qadrli qarindoshlar, ular Allohni g'azablantirgan narsaga ergashdi va Allohning roziligini yoqtirmadi. Shuning bilan Alloh ularning amallarini bekor qildi. Yoki qalblarida kasal borlar, Alloh bizning adovatlarimizni o'ttirg'i chiqarmaydi deb o'ylamdi. Qadrli qarindoshlar, 29-oyatmi tugidi. Sura Muhammad asli 38 oyatlik Madinada nozil bo'lgan bir sura. Qadrli qarindoshlar, ey Muhammad, agar xohlagan bo'lsak, o munofiqlarni sana ko'rsatdik. Sen ularni simalaridan tanıydın. Shubhasizki sen ularni sözlerining uslubidan tanıysan. Allah sizlarning amallaringlarni bilib turdi. Shubhasizki biz sizlarni ishinglardan jihad qilguvchilarni va sabr qilguvchilarni bilganga sözleringlarning to'g'ri bo'lib bo'lmaganligini o'ttirg'i chiqarganga qadar sınaymiz. Şübhsizki kafir bo'lgan, Allohning yo'lidan to'sgan va to'g'ri yo'lni aniq belgilangandan keyin Rasulullohga qarshi turganlar Allohga qilchi ziyon yetkazmaydi. Alloh yaqinda ularning amallarini bekor qildi. Nima debdi qadrli qarindoshlar? Shubhasizki kafir bo'lgan, Allohning yo'lini to'sgan va to'g'ri yo'lni aniq bilgandan keyin Rasulullohga qarshi turganlar Allohga qilcha ziyon yetkazmaydi. Alloh yaqinda ularning amallarini bekor qildi. Ey mu'minlar, Allohga itoat qilinglar, Rasulullohga itoat qilinglar. Amallaringizni bekor qilib etmanglar. Shubhasizki kafir bo'lgan va Allohning yo'lidan to'sgan, andın kafir peti ölgen kişilerge Allah hergiz mağfiret kılmaydı. Şuna boşanlık kılmanlar mesele üçün turukluk. Ulanı sülüge çakırmanlar. Allah size bilen bildidir. Allah sizlerin emellerinlerini kemeyip etmeydi. Bu dünya tirikçiliki oyun ve meşgulatın ibaret. Eğer iman etsenler ve takvadarlık kısanlar, Allah sizlarga ecrinlarni beradi va sizlardan mal mulklarning hammasini talab qilmaydi. Agar Alloh sizlardan mal mulklarning hammasini qat'iy talab qilsa, bexillik qilsa va ularning sizlarning adovatinglarni o'ttirg'a chiqirdi. Sizlar ana shunday kishilarki Allohning yo'lida mal sarf qilishga chaqirsizlar.
çakırılısılar, lekin silerden bazılar bexillik kılıdı. Kim bexillik kısı üzgü bexillik kıgan buludu? Allah bir hacettir siler, muhtaç siler. Eğer 100 öğrüsenler, Allah silerin ornunağa başka bir kavim keltirdi. Andın keltirdi. Andın ular silerge okşaş bolmaydı. Edilir kerindaşlar 38. ayetini 38 ayetini Medine'de nazil olan Muhammed Suresi'den birlikte ügünüp tügettik cenim dostlarım. Emdi Fetih Suresini inşallah 52. Kur'an halkımızda sizler bilen Enes Alim Ustazdın ki 14 yıllık emgek neticesi bolgan bunu Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesinden birlikte ügünüp öttük. Derslerimiz inşallah yine devam kılıdı. Ettigen inşallah 52. Kur'an halkımızı görüşküçe aman bulunla ondan kim mi? Ben gibi aman bulunla. Allah bizge hakikaten hem Kur'an'ı elçi arkalı yetküzdü bizim yaratıplı kanmasından bizge yol başçı olan hidayet boğan rehberimiz boğan Kur'an-ı Kerim'ge hakiki ergişliği Allah'dan kısun ve emel kıldığı Allah'dan kısun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.